Xo'p, ma'riftonga ta'rif birinchi qism gaz qonunlari, gazlar bo'yicha hisoblaymiz masalalarda asosan o'zgargan masalalar ko'rib chiqamiz. A tipdagi misollar. O'rtacha molyar massasini hisoblaymiz deyiladi. Xo'p, birinchi savol, bizda modda miqdori berilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Geliyda modda miqdori 1 mol, neonda modda miqdori necha mol? 4 mol. Nimani toping deyapti? O'rtacha molekulyar massani, to'g'rimi? Xo'p, birinchi savolni ko'rib chiqamiz. Demak, Mr o'rtaq hisoblashimiz kerak, to'g'rimi? O'rtacha molekulyar massa topish uchun ikkita gaz berilgan bo'lsa, birinchi gaz miqdorini ko'paytiramiz birinchi gaz massasiga. Qo'shaman. Ikkinchi gaz miqdorini ko'paytiraman ikkinchi gaz massasiga va gazlar miqdoriga bo'lib qo'yaman, to'g'rimi? Qarang. Birinchi gazingiz necha mol? 1 mol. Qaysi gaz? Geli massasi 4. Qo'shaman. Ikkinchi gazingiz 4 mol ko'paytiraman 20 ga. Bu 4 qayerdan keldi? Masalada, to'g'rimi? Mana 4 qayerdan keldi? Kimning massasi? Geliydi massasi. 20 qayerdan keldi? Neonning massasi. Bo'laman nechiga? 1 plus 4. Endi hisoblayman. 1 ga 4 ni qo'shsak 5, 1 kara 4. 4, 4 20 ga ko'parsak 80. 80 ga 4 ni qo'shsak 84. Ha, ana. 84 ni 5 ga bo'lishni oson yo'lni o'rgataymi? Birinchi 10 ga bo'lib oling. 84 ga 10 ga bo'lsa 8 u 4. Endi 2 barobar ko'p hisoblanadi-ku. 2 ko'paytirib qo'ying 8 u 4 ni 16 u 8. Demak 84 ni 5 ga bo'lsak 16 u 8. Demak o'rtacha molekulyar massa 16 u 8 degan javobni olasizlar. Tushunarlimi? Keyingi o'zgargani 5-savol bo'lyapti. Xo'p, 5-savol. Men sizlarga aytganman, bu yerda agar ko'rgan bo'lsangiz, hajm gelidagi 2 litr, neonda hajmi 8 litr deyapti, to'g'rimi? Hajmi ulush mol ulushga teng. 2 litrda 2 mol, 8 litrda 8 mol. Xolasiz litrda hisoblasangiz ham bo'laveradi, qiymati o'zgarmaydi. Faqat normal sharoitda bersa buni o'lcha olmaysiz. Molga o'tib olgan, o'lcha olasiz, faqat molga o'tib olish deganingiz qulay. Tushunarlimi? Xo'p. Mr o'rta hisoblaymiz. Ya'ni o'rtacha molekulyar massa, to'g'rimi? Birinchi gaz hajmini ko'paytiramiz, birinchi gaz massasiga qo'shaman, ikkinchi gaz massasini hajmini ko'paytiraman, ikkinchi gaz massasiga bo'laman gazlar hajmiga, to'g'rimi? Xo'p, birinchi gazingiz hajmi 2 litr geli, ya'ni 2 ni ko'paytiraman 4 ga qo'shaman, ikkinchi gazingiz 8 litr ko'paytiraman neon 20 ga bo'laman nechiga? 2 qo'shuv 8. 8 ga 2 ni qo'shsak pastga 10 tepaga 2 kara 4. 8. Ana ketdi. 8 20 ga ko'paytiramiz. 8 kira 2 16. 160. 160 ga 8 ni qo'shsangiz 168. 168 ni 10 ga bo'lsak 16. Ana, tushundinglarmi? Demak 1608 degan javobni olasizlar. Xo'p, tushunarlimi? Xo'p, 9 ishla olasizlar kerak. Hajm ulush mol ulushga teng. Sizlarga mana bu joyda havoda mahsulot topish formulasida ko'rdik-ku. 80% 0.8 mol, 20% 0.2 mol. Ana shu ko'rinishda ishla olasizlar 9-savolni. Bunda fozilish beryapti. Keyingi 13. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, massasi 16 gram geli va massasi 20 gram bo'lgan neon. Nima qilamiz endi? Massa berilsa molga o'tib olamiz, to'g'ri. Xo'p, bu nechida? 13. Xo'p, molga o'tib olamiz. Ya'ni modda miqdorini topamiz. Modda miqdorini topish uchun masalada berilgan massani modda massasiga bo'lishimiz kerak. Xo'p, masalada berilgan massa 16 gram geli, ya'ni 16 ni bo'laman gelida massasi 4 ga, natijada 4 mol geli bo'ladi. Keyingisi 20 gram neon, ya'ni bunda modda miqdori topadigan bo'lsam 20 ni neonda emas. Neonni massasiga bo'lamiz 20 ga, to'g'rimi? 20 ni 20 ga bo'lsak 1 mol. Endi o'rtacha hisoblab qo'ysam bo'ldimi? Ya'ni Mr o'rtacha hisoblaymiz. Ya'ni bu degani o'rtacha molekulyar massa. Ikkita gaz uchun mol formulaga tushadi, to'g'rimi? Ya'ni birinchi gaz miqdori 4 mol, gelidi massasi 4 qo'shaman. Ikkinchi gaz miqdori 1 mol ko'paytiraman 20 bo'laman 4 plus 1, to'g'rimi? 4 ga 1 ni qo'shsak 5 mol, 4 kara 4 16. 1 ni 20 ga ko'parsak 20. 20 ga 16 ni qo'shsak 36. 5 ga bo'lishni bilamizmi? Kelinglar 10 ga bo'lib olaylik. 36 ni 10 ga bo'lsa 3 va 6, 2 marta ko'p hisoblanardi-ku. 3 va 6 ni 2 ga ko'parsangiz 7 va 2. Demak 36 ni 5 ga bo'lsangiz
702. O'rtacha molekulyar massasi 702 ekan. Savollar bormi? Yo'q. Endi qaranglar. Bu 17-savolda bor-ku. 17-savol qarangda. Belgisi mana bu belgi bilan belgilanyapti. Ko'rdingizmi? Bu nima edi? Buni nomi nima edi? Mas'ulush. Nomi nima edi? Omega. Qanaqa ishlaymiz mana shu bilan? Mas'ulush massaga teng. O e'tibor berayotgan bo'lsangiz, 17-savolda 80% geli deyapti-yu. 80 ni sirrazni so'rga bo'lasiz. Miqdor chiqadi. Keyin 20% neon deyapti, to'g'rimi? 20 ni ras 20 ga bo'lasiz, bu miqdor chiqadi. Mas'ulush massaga teng. Hali o 9-savolda aytdim. Bu yerda foiz ulush beryapti. U nolga teng. Haligi havoda hisobladik, ana shunday boshqa bo'ladi. O'xshash savollarni tashlab ketaman o'zingizlarga. Faqat ishlatish kerak. Mas'ulush massaga teng, hajmulush mollushga teng. Tushunarlimi? Xo'p, muammo yo'qmi bu yerda endi? Ketaveraya, keyingi tipga o'taveraya. Bir tip, endi eshiting. O'rtacha molyar massasi 8 gram taqsim mol bo'lgan vodorod va kisloroddan iborat aralashmani har bir gazni mollushini toping deyapti, to'g'rimi? Bu o'rtachalar A tip, to'g'rimi? Endi mana bir tipga o'tdim. Xo'p, endi qarang, bizda vodorod bilan kislorod bo'lish kerak ekan. Biz agar o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, birinchi gaz miqdorini birinchi gaz massasiga, ikkinchi gaz miqdorini ikkinchi gaz massasiga ko'paytirib turib, gazlar miqdoriga bo'lganimizda o'rtacha nechta chiqish kerak ekan? 8 gram taqsim mol chiqish kerak ekan. Bizda gazlar miqdori aniqmi? Qayerda aytib qo'ygan gazlar miqdori mo'monga teng deb. Masalada aytilgan gazlar miqdori aytilmagan. Biz nima qilib olamiz? Kallani ishlatamiz. Xohlagan bittasini 1 mol deb oling. Xohlaganini. Tushunasizmi? Qaysini 1 mol deb olaylik? Xohlaganini tanlang. Kislorod. Keling, molni 1 mol deb olaylik. Molniki noma'lum bo'ladimi? X mol deb olamiz. Ya'ni qanday ishlaymiz? Mana shu formulani qo'ysak bo'ldi. Ya'ni Mn o'rtaq hisoblaymiz. Mn o'rtaq hisoblaganimizda kislorod vodorod miqdori necha mol deb oldik? X ko'paytiraman nechiga? 2 ga qo'shaman. Ikkinchi gaz miqdoringiz 1 ko'paytiraman 32 ga. Bo'laman x plus 1 bo'ladimi? Natijada necha chiqishi kerak? 8. Tagiga 1 qo'yib olsangiz osonroq ishlaysiz, tenglaman. Endi qaychi usuli? Bu yoqqa, bu yoqqa. Xo'p, pastdan ketaylik, osonroq ketamiz. 8 ni x ga ko'paytirsak, 8x plus 8 ni 1 ga ko'paytirsak, 8 past tugadimi? Barobarda olib tushdim. X ni 2 ga ko'paytirsangiz 2x, 2x ni 1 ga ko'paytirsak 2x plus 1 ga 32 ga ko'paytirsangiz 32, 1 ga ko'paytirsangiz yana 32. Ishorasi bir xillar qisqaradi, chunki ishora plus, to'g'rimi? Xo'p, 32 dan 8 ni ayirsak 24 teng 8 dan 2 ni ayirsak 6x ga. X topishni nima qilamiz? Necha 6 4. Demak, x qiymati 4. Bu degani nima degani? 4 mol vodorodga to'g'ri kelsa 1 mol kislorod degani. Tushunasizlarmi? Endi molishini topib qo'ying, gazlarni deyapti. Foizda hisoblab qo'ying deyapti. 4 molga 1 molni qo'ysak 5 mol. 5 mol aralashma necha foiz? 100%. Necha mol vodorod bor? 4 mol. Necha foiz deb hisoblash uchun 400 5 ga bo'lsangiz 80% vodorod bor degan javobni yozasiz chiziqqa. Xo'p, 1 mol nima bor? Kislorod bor. Necha foiz? 100 ga ko'paytirib 5 ga bo'lsangiz 20% kislorod bor. Yoki boshqa usuli ham bor mana. 80% vodorod chiqdimi? 100 dan 80 ni olib qo'ying, qolgan 20% vodorodga qolaveradi. Tushunarlimi? Bir tipdagi masalalar atiga 5 ta xolos. Qolgan savollarni o'zingizlar mustaqil ko'rasizlar. Kelishdingmi? Keyingisi S tipdagi testlar. Davom etamiz. 3 mol neon, 2 mol argonning o'rtacha molekulyar massasi, molyar massasini gram taqsim molda toping deyapti, to'g'rimi? 3 mol neon va 2 mol argon. Boshladik. O'rtacha ml hisoblab qo'ysam bo'ldimi? Ya'ni ml o'rta hisoblayman. Xo'p, 3 mol neonning massasi 3 ko'paytirgan 20 plus 2 ko'paytiramiz 40. Argonning massasi 40. Bo'laman 3 plus 2. 3 ga 2 ni qo'shsak 5, 3 ni 20 ga ko'paytirsangiz 60, 2 ni 40 ga ko'paytirsangiz 80. Qo'shing 60 ga 80. 140. 5 ga bo'ling. Yana shu gap.
140 dan 10 ga bo'ling. 14. 2 martaga hisobladik-ku. Ha, ana. Demak, o'rtacha molekulyar massasi 28 gram taqsim mol. Qiyin emasmi? Qolgan savollar xuddi shunga o'xshash. Tushunarlimi? Marhamat. Xo'p, qolgan savollar o'ta